Sputnik, Farangiz do'konini bilasiz, yo'lning ustundagi. Shudan kirgan yeringizda ikkinchi ko'cha, yo'ldan ikkinchi ko'cha asfaltdan kelasiz, to'g'ri. Qarang, sho'la shoylatib dom desa dom emas, kotej desa kotej emas. O'rtalig'idagi narsa bor. Turar joy, dokumentlar tayyor. O'zinglar 1, 2, 3 etajga общий 5 tane kvartira. Shu yerda 3-etaj to'liq mansard, hammer 200 metr kvadrat. Narxini eshiting, общий shkala $45,000. Hozir o'yin ichini ko'rsataman. Videoni ko'rish mobaynimda kalkulyatorda hisoblab aytib ko'ring, 1 metr kvadratni necha so'mdan tushadi. Mansard bo'lgani bilan past emas. Ko'rasiz ko'zingiz. Uyga girganingizda shuni prixojga qo'yilgan o'tirib, kuchdan kelaverasiz. Qarang, girganingiz kenggina. Bu проходной eshik. Uyga girganingiz. Banda zol. Yo'q, zol emas bu. Bu dolon bu, hol bu. Kattaligini qarang. Bu yerda bir spalni bor. 5 4 o'zining ichida sanuzel bilan. Bu yerda oilaviy bo'lgani uchun ben ko'rsatib bilmayman. Ara yana bir spalni bor. Razmeri shu bilan bir xil. Ishunda zoli bor. 7 ga 5lik. 2 dona zol bor shunday 7 ga 5likdan. Yani qarang, eng kichkina yerine kelib turibman, bo'yim tegmaydi. Bo'yim 182 man ehtiyoj. Bo'lmaydi Alloh uchun. Egnimiz deydi-ku. Shunday zaldan 2 dona bor. Shunda uyda 2 dona katta zal, 2 dona spalni katta sanuzel bilan va общий yana bir sanuzel bor. Bu katta bir hol ham bo'ladi ekan shunda. Balkonlar ham bor. Yana ikkinchi zal. Bu ham kattagina 7 ga 5lik. Balkon ham bor o'zi. Normal kattalikda, ha? Kalla deymaydi ekan. Eng kichkina yerine de ajib. Bu yanda общий sanuzel joylashgan, teplый pol bir общий sanuzel. Öyle registr. Endi oshxonani kompaktini qarang. Xuddi ertaklardagidek deydi-ku. Joylashtirilgan, chiroyli, o'rnashtirilgan. Men sizga endi spalnini ko'rsataman. Spalnini kattaligini qarang. Ana endi bir spalnini ko'rsatmadim-ku, bu ham xuddi shuning kattalikda. Va uni o'zidan sanuzeli ichida joylashgan. Bundan bor. Shunda uyda 2 dona alohida sanuzel va 1 dona общий sanuzel bor. Noda bo'laysiz, narxini dostoynimi? 200 metr kvadrat. 1 kvadrat metrdan necha so'mdan tushdi? Kommentariyada yozib keting.